Shoshyapmiz, tezroq haydasangiz bo'lmaydi mashina. Ko'rmaysizmi, mana befarosatda mashinani yopib qo'ygan. Yana uning ustiga nomerni ham tashlab ketmagan. 102 qilib oldirtirib tashlayman. Shoshmang. 102 ga telefon qiladigan bo'lsangiz, birinchidan 1 soat kutishimizga to'g'ri keladi. Ikkinchidan xodim kelganda bunga jarima yozib ketadi. Undan ham zo'r yo'li bor. Nima qilamiz unaqada? Mana qarang, Road 24 ilovasiga kirsak, avtosignal bo'limi bor. Avtosignaldan avtomobil raqamini kiritadigan bo'lsak, avtomobil egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lana olamiz. Vobshe qulay narsa ekan. Gai chaqirgandan ancha yaxshiroq. Bitta telefon qilasiz, egasi chiqib kelaveradi. U to'lovi ham bormi buni? To'lovi bor, unaqa katta emas. Atiga 2000 so'm, 2000 so'mni oladi, avtomobil egasini sразу ulab beradi. Agarda qo'ng'iroqni ko'tarmaydigan bo'lsa, 2000 so'mni kartasiga yana qayta tashlab beradi. Xo'p, endi qarang, meni nomerimni qolganlar bilib qoladigan bo'lsa-chi? Yo, bundan xavotir olmasangiz bo'ladi. Road 24 orqali qo'ng'iroq qilganingizda Road 24 ning o'zining maxsus raqami orqali ham sizga, ham avtomobil egasiga qo'ng'iroq qiladi. Ya'ni bir-birlari raqamlari ko'rmaysizlar bu yerda. Mashinangizni tezroq oling, bizga xalaqit qilyapti. Shunaqa manfaatli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu layfhakimizni yana qanaqa yo'llarda ishlatsa bo'ladi, izohlarda yozib ketinglar.